Assalomu alaykum. Bizning YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan Andijon Tunikafon kanali a'zolarini, obunachilari, qadrli obunachilar, sog'-salomatmisizlar? Mana sizlar uchun yana bitta navbatdagi o'ta go'zal holatdagi ishimizni video obzorini qilib taqdim etmoqdamiz. Oxirigacha ko'rsanglar, sizlarga narx-navosi nechta pul bo'ldi, qanchadan bo'ldi, necha listdan ishlatdik, shular haqida to'liqroq ma'lumot berib ketamiz. Sizlar buning uchun like bosib bizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, biz bundan juda xursand bo'lgan bo'lardik. Obunachilarimiz soni ham sekin ko'tarilyapti ekan. Orada videolar qo'ymay qo'ydik. Shunga qaramasdan obunachilarimiz soni ko'payapti ekan. Yana ham ko'paysa biz bundan xursand bo'lamiz va yana ham ko'proq videolar qo'yishga harakat qilamiz sizlar obunachilarimiz uchun. Endi bu ishimizga keladigan bo'lsak, bu ishimizni Andijon viloyati Xortumda qilib berdik. Xortum shaharchasida ko'rib turgan bo'lsanglar, oq svetda bo'ldi. Oq svetga korishneviy svetda qilib berdik. Mana bu ko'rib turgan turbalarlardan ham suv turbalarini o'zimiz qo'yib berib ketdik. Endi suv turba ham shuni ichida bo'ladimi, sliflari ham ichida bo'ladimi degan savol tug'iladi ko'pchilik obunachilarimizda. Yo'q. Tunikafonni narxiga ichiga kirmaydi, u отдельный bo'ladi. Slif ham, turbasi ham отдельный metrga yuradi. Slifimiz metrini 50 mingdan qo'yamiz, turbasini 40 ming so'mdan 1 metrini qo'yib ketamiz. Hamma rasxodi ichida uni ham olib kelib o'rnatib o'zimiz ketamiz. Endi mana dorixonamizga keladigan bo'lsak, dorixonamiz shaxmat fasonda bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Chekalari dela fasonda bo'ldi. O'rtalariga tilladan do'ppichalarni tilladan qilib berdik. Shapkamizga moslab bir-biriga uyg'unlashib o'ta go'zal holatda chiqdi. Agar sizning ham uyingizni tunikafon qilmoqchi bo'lsangiz, shunaqa aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Mana bu bo'lsa ichkari shapkalar. Endi bu ishimizni narxiga keladigan bo'lsak, bu ishimizni 130 ming so'mdan qilib berdik. 037 oq master tunikamizga aksessuarlarni korishnevidan ko'rib turganinglar 33 bo'ldi.